Assalomu alaykum. Bugun sizlarga navbatdagi obyektimizni bitgan holatida, hozir korobkasi bitgan holatini, demak, obzorini ko'rsatamiz. Joylashgan joyimiz Samarqand viloyati Ishtixon tumani. Obyektimiz umumiy, demak, kattaligi ko'cha tomonidan, ya'ni fasad qismimiz uzunligi 26 metr 20 sm, uzunligi esa 29 metr 60 sm. Bu degani u zaborgacha emas, faqat o'sha yozgi oshxonani devori tugaguncha joy. Bu obyektimiz bu degani 5,5 sotiq joyga yoki 6 sotiq joyga deylik, bemalol joylashadi. Umumiy 3 ta qismdan tashkil topadi. Birinchisi naves tomonimiz, ikkinchi tomonimiz mana shu P obrazini ketgan tomonimizda yotoqxona, oshxona, kotyol, alohida hammomlari mavjud va uchinchisi esa asosiy korpusimiz sanaladi. Asosiy uyimizni ichkarilarini kirib ko'rsatishdan oldin sizlardan bitta narsani so'rab qolamiz. Video ostida like bosing, kommentariyalarda uzoqlarni portlating. Bu bizni kontentimiz rivoji uchun va bizni faoliyatimiz uchun anchagina ijobiy, demak, ta'sir o'tkazadi. Biz rivojlansak, mana shunday videolarni ko'proq xalqimizga yetkazib beramiz. Endi esa boshlaymiz. Asosiy uyimizga kirish eshigi mana shu o'rtada qoldirib ketilgan. Bu loyihani qilayotganda, demak, har bitta joyi, har bir planirovkasi albatta uy egasi bilan maslahat qilingan holatda yechib chiqilgan. Ko'p kuttirmasdan ichkariga kiramiz va xonalarimizni birma-bir tushuntiramiz. Hozir korobka holati bo'lsa ham, xudo xolasa, agarda yetarli darajada prosmotrga ega bo'lsak, bitgan holatni ham tez kunlarda qo'yamiz. Hozir shkaturkalardan chiqdi. Demak, mana ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizdan keyin bu yerda, demak, holimiz joylashgan bo'ladi. Holimizda mana shu, demak, birinchi o'ng tomonimizda bizning oilaviy xonamiz qoldirib ketilgan. Bu tarafda, demak, ko'rib turganlaringizdek oilaviy xonamiz mavjud. Bu xonamizning derazasini uyni old tarafiga qaratib, xuddi mana shunday qilib mo'ljallab ketganmiz. Osti pol qilib ketilgan. Bu yerlar zax bo'lganligi uchun uy egalari polni ma'qul ko'rgan. Ikkinchi qismimiz esa mana ota-onalar uchun alohida yotoqxona. Ota-onalar yotoqxonasining o'zini alohida mana dush, ya'ni sanuzeli desak ham bo'ladi, sanuzeli mavjud va yonida esa garderob qismlari qoldirib ketilgan. Simmetrik ravishda derazamiz old tarafga qaratib ketilgan. Endi esa mana koridorimizdan to'g'riga qarab yurishni davom etamiz. Xuddi shu joyda bitta narsani aytib o'tamiz. Mana shu koridorimizni hozir eniga 2,5 metr. Eniga 2,5 metr, umuman olganda 240 bo'lsa, koridorning eni har tomondagi eshik tashqariga ochilsa ham o'rtada odam yurishiga bemalol joy bo'ladi. Shuning uchun 2,5 metr kattalik normal holat. Eng yaxshi, demak, koridorning eni 2,5 yoki 240 deb hisoblayman. Bundan keyingi xonamiz esa mana bu bizning mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga alohida kirish uchun eshigi tashqarida ham qoldirib o'tilgan, ichkarida ham mavjud eshigi. Sababini tushuntiradigan bo'lsam, shunaqaki, mehmonxonamiz bir vaqtning o'zida uy egalari yashash hududidan xoli bo'lishi kerak va shu bilan birgalikda agarda mehmon kelganda albatta taomlar tortiladi. O'zimizda dasturxon bezalmasdan qo'yib yuborilmaydi. O'shanday vaqtda oshxonamizga uzoq bo'lib ketmasligi uchun xuddi mana shu joyda joylashtirib ketilgan. Buni yon tomonida esa bolalar uchun yotoqxonamiz mavjud. Uyimizni markazda emas, markazdan sal demak, o'ng tomonda joylashgan. Buni ko'cha tomondan ham ko'ramiz. Mana shunday figuralar chiqarib ketilgan. 3 talik derazalarimizni joylashtirib ketganmiz. Perimetrimizning balandligi esa 2 metr 40 sm. Bundan keyin davom etamiz. Va mana shu koridorimizning oxirida hozir shkaturka qilish uchun ustalar yotoq joy qo'ygan. Buni ham xudo xolasa kelajakda yotoqxona bo'ladi va umumiy sanuzelimiz mana shu turda joylashtirib o'tilgan. Bu bizni uyimiz uchun xizmat qiladigan umumiy sanuzel. Va mana shu oshxonaga e'tibor berishingizni so'raymiz. Sababi bu oshxonamiz o'zini alohida funksiyasiga ega. 3D vizual holatlarda videoni tushuntirganda ko'pincha tushuntiramiz, kimdir sabri yetadi, kimnikidir yetmaydi. Lekin bu hozir real holatda menimcha ancha tushunarli bo'ladi. Hozir biz u koridorimizni, ya'ni asosiy uyimizni
koridordan kirib keldik. Oshxonamiz shunday joyda joylashtirilganki, bu ikkinchi tomon bilan ham uzviy bog'liq. Bu yerdan tashqariga to'g'riga chiqiladi. Mana bu yerda esa ota-onalar uchun alohida yotoqxona, ya'ni uy egasini ota-onasi uchun alohida yotoqxona qilib taxlaganmiz. Bu nima uchun? Inson qarigandan keyin ko'proq tinchlikni xohlab qoladi. Bolalarni yaxshi ko'rsa ham, lekin bolalarning ko'p shovqini yoqmaydi. Bir vaqtni o'zida lekin u oila a'zolaridan juda chetda bo'lib qolmasligi kerak. Bizni oshxonamiz bog'lovchi bo'ladi. Shu uchun kattaroq qilib olganmizki, bemalol masalan mebelni G qilib joylashtirilgan taqdirda ham bu yerda katta divanli zona qilish mumkin. Xohlasa, agar xontaxta qilib o'zimizni o'zbekcha qilib yerda o'tirsa ham bo'ladi. Umuman olganda mazza qilib yayrab o'tirish uchun mana shu joyni demak biz tanlaganmiz oshxona qilib. Va har bir xonamizni derazasi bor. Eng muhim tomoni, hech qaysi xonamiz gulxoy emas. Ko'p loyihasi qilingan joylarda yoki ayrim loyihachilar tomonidan qilinganda ham e'tibor beramiz, deraza bo'lmaydi. U xonada yashashning imkoni yo'q. Odamning yuragi siqadi. Shu uchun harakat qilish kerak, maksimum derazalar qo'yishga. Bu ham havo aylanishi, ham ichkariga yorug'lik olib kirishda demak katta yordam beradi. Bu obyektimiz bitguncha ham bu uyga kamida 4-5 marta kelib o'zimiz nazoratlarni o'tkazganmiz har bir bosqichida. Buni bizni agar siz Telegramda kuzatib borayotgan bo'lsangiz bilishingiz mumkin. Juda ko'p kelamiz, obyektlarimizga boramiz, kuzatamiz. Bu uchun albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lish kerak. Telegram kanalimizda esa mana shu QR kod orqali skanerlab o'tib a'zo bo'lib qo'yishingiz mumkin. Bu aytib o'tganimizdek ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasida ham ikkita eshigimiz bor. Bu albatta uy egasining o'zining talabiga ko'ra qilingan, chunki bu yerda ham alohida yana bitta biz dush uchun joy qoldirganmiz. Ya'ni ota-onalar yotoqxonasining ichidan dushga, ya'ni hammomga kiriladi. Undan keyin esa yana chiqish uchun bu yerdan eshik qoldirib ketganmiz. Uy egasi mana shuni qo'ymay bizga qildirgan. Aslida buni o'zim dush qilib yopsa ham bo'lar, lekin yo'q, tashqariga chiqish uchun ham eshik bo'lsin degani uchun qo'yganmiz. Va undan keyin alohida bitta demak kotelnimiz qoldirib ketilgan. Hozir yozgi oshxonani ichida ham ko'rib o'tsak bo'ladi. Hozir mana shu o'rtamiz yopilmagan, xudo xolasa bu joy yopiladi, tashqaridan zina bu yoqqa chiqiladi. Keyin bu yerda ham bitta katta eshigimiz paydo bo'ladi. Tashqaridagi sovuq havo oqimi birdan kirmasligi uchun xuddi mana shu yechimni qilishimiz kerak do'stlar. Endi esa biz ko'cha tomonga chiqamiz va qolganini ko'cha tomonda tushuntiramiz. Uyimizni faqat ko'cha tomoni qoldi. Planirovkani baholi qudrat tushuntirib o'tdik. Demak, birinchi bo'lib tushuntirishni albatta darvozaxonamizdan kirishdan boshlaymiz. Darvozaxonamizni mana ko'rsatadigan bo'lsak, kirish qismimiz umumiy kengligi 5 metr 20 sm qilib olingan. Bu tomonniki. Bu tarafi esa, ya'ni ikkinchi qismimiz esa qariyb 7 metrga teng. Demak, kengligi. Bu tarafiga borib 520 bo'lgan, sababi ozgina qisqartirib olib, demak, xuddi mana shunday davom etganmiz. Keyin bilasizki, ko'pincha biz demak, loyihalarimizda mehmonxonani kirishini alohida qilamiz. Sababi uyga mehmon kelganda uy egalariga xalaqit bermaslik kerak. O'zimizni ko'proq mentalitetimizga xos narsa xuddi mana shu. Shuning uchun biz darvozaxonamizning eshigini xuddi mana shu joyda mo'ljallaganmiz. Mehmonxonamizning kirish eshigini, mehmonxonamiz 8 metrga 4 metr. Demak, buni mana zinalarni shunday hisobini olganmizki, mana shu joyda darvozagacha joy bor. Darvozaxonamizning ichiga kirishda bu joyga bitta qo'l yuvish uchun rakvina qo'yiladi. Sochiqlar ilinadi va zinamiz u tomondan bu tarafga qarab chiqiladi. Ya'ni zinani orqa tomonida alohida yana qo'l yuvish uchun, umyvalnik uchun joy qoladi. Bu ko'cha tomonimiz avval boshda aytib o'tganimizdek 26 metr 20 sm. Demak, simmetrik ravishda mana bu xonamizga bolalar yotoqxonasiga figura berganmiz va darvozaxonamizni o'ziga kaziroq qilib chiqarganmiz. Bu kazirogimizni davom ettirmaganimiz sababi bu tomonimizda ko'cha yo'q. Xudo xolasa uy egasining tashabbusi bilan
tosh to'kilib ko'cha qilinadi, lekin hozircha darvozalarni o'zi qoldirib ketilgan. Demak, proyektimizni o'zgargan joyi bitta. Bu ham bo'lsa mana shu ko'rib turgan forchkamiz va ikkita ekan. Mana bu darvozaxonamiz ustidagi forchkamiz. Biz uni yumaloq berganmiz, bu yerda esa uzunchoq qilingan. Yana ham harakat qilamiz, uy egalariga buni ham uzun joyga qo'ydirishdi. Agar juda xohlamasa, joyida qoldiramiz, iloji yo'q. Shunaqa do'stlar, bugungi videomiz menimcha manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana bir bor aytib eslatib o'tamiz. Video ostida like qoldiring. Kanalimizda esa aktiv bo'lishda davom eting. Biz bu sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan videolarimiz to'g'ri birinchi o'rinda kanalimizni statistikasini ko'tarish uchun bo'lsa, ikkinchi o'rinda xalqimizga ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lsin. Uy qurayotgan bo'lsa, videomizdan yoki kontentimizdan nimanidir o'zlariga olsin degan maqsadda qo'yapmiz. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.